Bugundan boshlab video obzorlarimiz mana shu kunimiz boshlaydi. To'g'rimi? Xitoydan olib keldim. Bu hazil edi. Tam rostdan deb o'ylamaydi. Xo'p, bu korobkamizda menimcha eksklyuziv narsaga o'xshayapti, chunki yoqali, Chernoburga yoqali, Sobol yoqalilar kelganga o'xshadi. Nimaga sezmabdan sal ochib ko'rdim. Nima deysizlar? Sirazi eksklyuzividan ko'rsataymikan yoki oddiyrog'idan ko'rsataymi? Oddiy bo'lib, oddiy ham emas bular. Pastga qarab tikilgan skromniy variant emas. To'liq ko'rsatmasin degan ayollarimiz uchun yo'lichka fasonimizda frantsuzskiy kelibdi. Tam yo'lichkasi bor, pastga qarab tikilgan bunaqa. Yo'lichkasi teskarisiga bo'lgan, qo'llari frantsuzskiy, juda ham chiroyli mashina variantimiz. Uzunligi 70 sm. Bulardan so'rashgan edi. Mana so'ragan ayollarimiz uchun mana shunaqa shubalarimiz juda ham malol keldi. Xarid qilsangiz bo'ladi. Mana eksklyuziv degani mana ham bo'ladi. Nimaga desangiz, ko'yninglar bilan, вечерний yoki-da o'tbetga borganingizda naryadniy narsada juda ham chiroyli. Mana ko'rasizlar, cho'rniy brilliantga pastga qarab tikilganiga, qo'llariga, yoqalariga Chernoburga qo'yilgan variantimiz. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Mana bunaqa seriy rangi ham kelgan. Ko'rasizlar. Ko'yninglar ustidan shunaqa gatoviy ko'yninglarning ustidan bitta mashina kiyib olinglar. Komplekt bo'lib chiroyli bo'lib turasizlar, ishoninglar. Juda ham chiroyli ranglar. Uni hollariga juda ham chiroyli variant. Apache yoqa deyiladi, qo'llari yechiladi, pastga qarab tikilgan. Iglan esa jigarrang rangimiz bor. Jigarrang rang yosh katta onaxonlar uchun juda ham ma'qul variant emas. Bu boyigidan ekan, boyigini uzun variant ekan mana. Men faqat kalta kelibdim desam, mana uzun xohlaganlar uchun uzuni ham bor. Kalta kiygandan keyin yo menga uzuni kerak edi deb o'tirmaysiz, mana uzuni ham bor. Buni ko'rdi, buni ham ko'rdi. Yashaversak hamma narsani ko'rib ekanmiz. Boyigini mana jigarrang variantda razmerlar bemalol. Keyin korobkamizga o'tamiz. Avtoledi. Mashinada yuragan opalarimiz uchun shunday ishlar ko'p-ku, bitta opamlar bor. Juda ham ishlari ko'p. Ustilarga tashab ketishga mana shu narsani tavsiya qilaman. Juda ham zo'r narsa. Shunday ustingizga tashlaysiz, shunday yugurib chiqib ketaverasiz любой joyingizga. Chop-chopga zo'r narsa. Ana opalarimiz bo'ladi-yu, joyida ushlab tura olmaysiz-da. Nimadir qilib turishadi. O'sha opalarimiz uchun zo'r narsa mana shu variantimiz. Mana bundan yo'q edi, qolmagan edi. Kelib tezroq xarid qilib olinglar, bundan tez tugaydi. Mana bunaqa Sobolimiz ham kelibdi-yu. Men o'zimga mana shu rang juda ham yoqadi. Kelib mana shuni bitta kiyib ko'ring, mana Sobol rangi. Mexlari yaxshisidan kelgan. Ana mexi o'susidan emas, mexi yaxshisi. E'tibor beringlar mexiga. Juda ham yaxshilari kelgan. Kelib olinglar, tavsiya qilaman.